Bobojon, bilasizmi, bugun o'qituvchimiz arab tili darsidan oylik imtihon qildi. Xo'sh, imtihonni qanday topshirding, Zidu? Hamma savollarga to'g'ri javob berdim. Ha, juda zo'r-ku. Afsuski, o'tgan hafta o'tilgan darsdan berilgan savolga javob bera olmadim. Nega? Zidu, savol qiyin ekanmi? Bilmasam, bobojon, lekin o'sha darsni shu hafta boshida tayyorlamoqchi edim. Ustoz u darsdan imtihon olishi hayolimga ham kelmabdi. Zarari yo'q, Zidu. Yo'qotgan darajalaringni keyingi imtihonda to'g'rilab olasan. Lekin bu holat juda muhim bir narsani o'rgatadi. U nima ekan, bobo? Bugungi ishni ertaga qo'yib kechiktirib bo'lmaydi. Chunki vazifalaring to'planib qoladi. Tayyorlashing ham qiyin bo'lib ketadi. Ma'lumotlarni ham yaxshi o'zlashtira olmaysan. Ha, endi tushundim. Nega bugungi ishni ertaga qo'yma deyilishini. Bugundan boshlab uy vazifalarimni kechiktirmay bajaraman, inshaalloh.